إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli bugungi ko'rgan qarindoshlar, biz o'tgan soatlik darsimizda bir ko'nikma mashq qilgan to'q. Bugun darsimizning oxirini davomlashtiramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Unda bo'lsa bugungi darsimiz 7-dars. 7-dars. Bu 7-darsda yangi nuqta mad harflari. Mad harflarininki amaliy mashqi. Mashq qilamiz. Alif, vav, ya kelgan chaqda biz bu harflarni so'zlab o'qiymiz. Ya'ni masalan mayada ba zabar keldi, mayada alif keldi. Oldingi soatlik darslarimizda bu yerda kichik alif keldi. Shundaymi? Kichik alif, kichik vav, kichik ya. Buningda normal hamda. Mana bugungi darsimizda cho'ng alif, normal alif, ya'ni cho'ng vav, cho'ng ya. Mushunda keldi, mushunda kelgan chaqda o'xshashlar biz oldingi darsimizga o'xshash so'zaymiz. Ishki harakat miqdorida so'zaymiz. Buni o'qigan chog'imizda ba alif zabar ba, ya'ni bani keyin alif keldi, ba ustida zabarlik keldi. Ba alif zabar ba, ba alif zabar ba, ba wopish bu, ba wopish bu, ba yazir bi, ba yazir bi, ba bu bi, ba bu bi. Mushunda talaffuz qilamiz. Keyingi misol ta alif zabar ta, ta alif zabar ta, ta vav pishtu, ta yazir ti, ta tu ti. Mush bo'yicha mashq qilamiz. Keyingisi fa alif zabar fa, fa vav pishtu, fa yazir fi, fa su fi. Mush bo'yicha mashq qilamiz. Keyinni men deyman balla jalliq talaffuz qilasizlar. Balla bilan birlikda mashq qilamiz. Ha alif zabar ha, ha alif zabar ha, ha vav pishhu, ha vav pishhu, ha yazir hi, ha yazir hi, ha hu hi, ha hu hi, kha alif zabar kha, kha alif zabar kha, kha vav pishhu, kha vav pishhu, kha yazir hi, kha yazir hi, kha khu khi, kha hu hi, ra alif zabar ra, ra alif zabar ra, ra vav pishru, ra vav pishhu, ra yazir ri, ra yazir ri, ra ru ri. ra hu ri. Mana mush bo'yicha o'qisak bo'ladi. Qog'inni sizlar mush payda bo'yicha oxirini o'zinglar mashq qilib olasizlar. Biz arabcha shaklini o'qiymiz. Qaranglar. Bu yerda hamda alif keldi. Alif. Oldi qanday keldi? Harakatli keldi. Alif o'zi sakinlik keldi-ku. Alif davomliq sakinlikni keldigan harf bu. Alif sakinlik holat keldi. Oldidagi harf mush alifga moslashgan holda nima bo'ldi? Fathalik keldi. Demak, mush yerda alif mad harfi emasmi? Mush yerda ikkili sharq tan tushganlik uchun alif mad harfi. Ba so'zaymiz. Alif sakinlik keldi, oldi fatha keldi, ikkili sharq tushdi, alif mad. Ba demak mush yerda tabiiy mad shakllandi degan gap. Ikkinchisi ba keldi, keyinda vav keldi. Bu vav madmi emasmi? Shartga solamiz. Vav sakinlik keldi, oldidagi harf dammalik keldi. Ya'ni vav harakatsiz keldi. Harakatsiz keldi-ku, harakatsiz o'xshash ham sakinlikka o'xshash. Harakatsiz degani sakinlik o'xshash. Vav sakinlik keldi. Oldi qanday keldi?
damma. Demak, har ikkili shartga tushdimi? Demak, bu yerda vav mad harfi bo'ladi. Bu yerda tabiiy mad shakllandi. Ishkirkat so'zlaymiz. Bu. Shunami? Bu ishkirkat miqdorida so'zlaymiz. Unda bo'lsa, ya'ning misoli. Ya sakinlik keldi, oldi kasra keldi. Demak, ikkili shart tushdi. Demak, bu yerda tabiiy mad shakllandi, so'zlaymiz. Bi emas, bi. Mana shunga o'xshash. Mana shu 7-darsimizda madninki amaliy mashqlari. Shuni so'zlaymiz. Madninki amaliy mashqlari. Unda bo'lsa men o'qiyman. O'rganguncha qarindoshlar meni aqimda takror qilib mashq qilsa bo'ladi. Ba fatha alif sukun. Alif sakinlik keldi-ku. Buni o'qishda ba fatha alif sukun ba mana shunda bo'yicha o'qiymiz. Ba fatha alif sukun. Ikkisini qaytib oxirida natija. Ba fatha alif sukun ba fatha alif sukun ba mana shu bo'yicha. Ba damma vav sukun bu. Qaranglar. Bu endi mayda og'zimiz harakatga qaranglar. Og'zimiz harakati damma kelgan chaqda og'zimizni ushlaydik, shundaymi? Bu. Endi ma keyinda yana vav keldi, mad keldi. Texmo ushlaymiz oxirgacha. Ikkilavini oxirga so'zlaymiz. Bu bu og'zimizni harakati mana shunda. Shunda bo'ldi. Ba kasra ya sukun bi. Mana ba kasra keldi, keyindan ya sakinlik keldi. Ya sakin oldi kasra. Demak, mishada tabiiy mad shakllandimi? Bi. Endi uchini bir qatam ba bu bi mush bo'yicha o'qiymiz. Boshda yana bir qatam o'qiylar. Ba fatha alif sukun ba damma vav sukun bu. Bu. Ba kasra ya sukun bi. Bu bi. Mana. Mush bo'yicha mush qalbda maqamiz. Ta fatha alif sukun ta. Ta damma vav sukun tu. Tu. Ta kasra ya sukun ti. Tu ti. Mana tabiiy mad kelganlik uchun ikki harakat miqdoridan so'zab o'qiymiz. Fa fatha alif sukun fa. Fa damma vav sukun fu. Fa fu. Fa kasra ya sukun fi. Fa su fi. Ha fatha alif sukun ha. Ha damma waw sukun hu. Ha hu. Ha kasra ya sukun hi. Ha hu hi. Endi ma cho'ng'aribda diqqat qilinglar. Kha fatha alif sukun kha. Kha emas. Kha. Cho'ng'arib qo'y. Kha damma vav sukun khu. Kha khu. Kha kasra ya sukun khi. Kha khu khi. Ra fatha alif sukun ra. Ra damma waw sukun ru. Ra ru. Ra kasra ya sukun ri. Ra ru ri. Za fatha alif sukun za.
زا ضمة واو سكون زو زازو زا كسرة يا سكون زي زازوزي طا فتحة ألف سكون طا طا ضمة واو سكون طو طاطو طا كسرة يا سكون طي طاطوطي ظا فتحة ألف سكون ظا ظا ضمة واو سكون ظو ظاظو ظا كسرة يا سكون ظي ظاظوظي mana mush bo'yicha o'qiymiz. Unda bo'lsa bolalar bilan birlikda mashq qilamiz. O'rganguncha ko'rmay qarindoshlar biz bilan birga ergishib mashq qilinglar. Unda bo'lsa bolalar mana ergishib jalliq o'qiysizlar. Qanday? Fa fatha alif sukun fa fa dhamma waw sukun fu fa fu فا كسرة يا سكون في فافو في ها فتحة ألف سكون ها ها ضمة واو سكون هو ها هو ها كسرة يا سكون هي ها هو هي ağzımızda hareketiga diqqat qilamiz juma. Ağzımızda hareketi fathalik oldida keyin mat kelgan chaqani qanday qilib texmi cho'ng ochamiz. Ha masalan ba ha ağzımızda hareketi. Damma kelgan chaqcho masalan hu bu du masalan hu keyinda mat kelgan chaqcho oxirgi so'zlaymiz. Hu hi kasra kelgan chaqcho asli ingakni pastkirak mayil qilib hi ha hu hi mush bo'yicha og'zingni harakatiga amal diqqat qilinglar. Ha hu hi ناوسا كيندك يا فتحة ألف سكون يا فتحة ألف سكون يا ضمة واو سكون يو ضمة واو سكون يا يو يا كسرة يا سكون يي كسرة يا سكون يا يو يي همزة فتحة ألف سكون همزة فتحة ألف سكون همزة ضمة واو سكون أو همزة ضمة واو سكون أو همزة كسرة يا سكون إي همزة كسرة يا سكون أو إي جيم فتحة ألف سكون جا جيم فتحة ألف سكون جيم ضمة واو سكون جو جيم ضمة واو سكون جاجو جيم جيم كسرة يا سكون جي جيم كسرة يا سكون جاجوجي دال فتحة ألف سكون دا دال ضمة واو سكون دو دادو دال ضمة واو سكون دو أغزان لشلانا دو دادو يخشى دال كسرة يا سكون دي دادودي
ذال فتحة ألف سكون ذا ذال فتحة ألف سكون ذا ذال ضمة واو سكون ذو ذال ضمة واو سكون ذو ذا ذو ذا ذو ذال كسرة يا سكون ذي ذال كسرة يا سكون ذي ذا ذو ذي ذا ذو ذي سين فتحة ألف سكون سا سين فتحة ألف سكون سا سين ضمة واو سكون سو ضمة واو سكون سو سا سو سا سو سين كسرة يا سكون سي سين كسرة يا سكون سي سا سو سي سا سو سي yaxshi nayt yaxshi bolalarniki ifodasi nayt yaxshi bizga unda bo'lsa Bilal kelgan yerni tatib شين ضمة واو سكون شو شا شو yaxshi شين كسرة يا سكون شي شا شو شي yaxshi صاد ضمة صاد 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 fatha صاد fatha boshdana صاد فتحة ألف سكون صاد yaxshi صاد ضمة واو سكون صو صا صو yaxshi صاد كسرة يا سكون صي صا صو صي ضاد فتحة ألف سكون ضاد كسرة ضاد ضمة واو سكون ضادو ضاد كسرة يا سكون ضادو ضي yaxshi bo'ldi Bilal yaxshi Abdullah kelgan yerni tatib ayn عين فتحة ألف سكون عين ضمة واو سكون عاو عين كسرة يا سكون عاو yaxshi غين فتحة ألف سكون غين ضمة واو سكون غاغو غين كسرة يا سكون غاغوغي قاف فتحة ألف سكون قاف قاف ضمة واو سكون قاقو قاف كسرة يا سكون قاقيقو bo'lmadi قاقوقي yaxshi yaxshi bo'ldi Abdullah ayt yaxshi qo cho'ng harf bilan og'zimizni toshqizib iloji qo mana qoquqi qo qoquqi davsa Mustafa kelgan yerni tatma ألف سكون كاف كاف ضمة واو سكون كو كاكو كاف كسرة يا سكون كي كاكوكي yaxshi لام فتحة ألف سكون لا لام ضمة واو سكون لو لا لو لام كسرة يا سكون li لا لولي yaxshi ميم فتحة ألف سكون ما ميم ضمة واو سكون مو ما مو ميم كسرة يا سكون مي ما مو مي bo'ldi ayt yaxshi Mustafa Abdurrahman keyin desa o'qiytamda نون فتحة ألف سكون نا نون ضمة واو سكون نو نانو نون كسرة يا سكون ني نانوني yaxshi واو فتحة ألف سكون واو ضمة واو ضمة سكون واو واو كسرة يا سكون لي واوي yaxshi ayt yaxshi unda bo'lsa shu oxirgi to'rt tarafni men bir qatim o'qib o'taman manga kishib ko'rurmanlar o'rganguchi qarindoshlar manga kishib o'qinglar bolalar sizlar jim anglashlar qanda lam fatha alif sukun la lam dhamma waw sukun lu la lu لام كسرة يا سكون لي
لا لو لي. ميم فتحة ألف سكون ما. ميم ضمة واو سكون مو. ما مو. ميم كسرة يا سكون مي. ما مو مي. نون فتحة ألف سكون نا. نون ضمة واو سكون نو. نانو. نون كسرة يا سكون ني. نانوني. واو فتحة ألف سكون واو ضمة واو سكون وو. واو. واو كسرة يا سكون وي. واوي. مشو 7 darsimiz ninki mashq qismi mana bilan oxirlashdi. Bu darsda eng muhimi mad darblarininki haqqini to'liq ado qilib menish. Ya'ni bu jarayonda mad darb, mad darb kelgan chaqda og'zimizning harakatiga nihoyat diqqat qilish. Ya'ni fatha kelgan chaqda echish. Vav mad kelgan chaqda damma. Vav mad kelgan chaqda og'zimizni ushlash. Ya kesralik holatda mad kelgan chaqda astinki ingakni tuanga mayliroq qilib talaffuz qilish. Masalan, ba, bu, bi mana shunga o'xshash og'izning harakatiga nihoyat diqqat qilish. Mushu muhim nuqtalarning bir qismi. Unda bo'lsa 7-darsimiz ninki amaliy mashqi mana shunga bilan oxirlashdi. Keyingi darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.